life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, was even getting high. Mushaklar gipertonusi, bo'yin qiyshiqligi, ensefalopatiya va xalq tilida aytganda cherepnoyi bor bolalar boshini orqaga tashlab, bo'ynini qiyshaytirib uxlashadi va shunaqa holatda yig'lashadi. Bel va bo'yin mushaklari gipertonusi va qiyshayishlarida mushaklar qisqaradi. Qisqarishi natijasida bosh orqa tomonga tortiladi va qiyshayadi. Bu kasalliklarda bolalar majburiy holatda uxlashadi. Bu kasalliklar kuzatilsa, kasalliklar davolanishi shart. Lekin homiladorlik yaxshi o'tgan bo'lsa, bolada nevrologik va mushaklarga aloqador kasalliklar kuzatilmasa, mushaklar gipertonusi, bo'yin qiyshiqligi, gipoksiya, ensefalopatiya, ishemiya kasalliklar kuzatilmasa, xavotir olishga hojat yo'q. Boshni orqaga tashlab uxlash bolalarning o'ziga xosligidir. Bu holatda bola o'zini yaxshi his qiladi va bola uchun normal holat hisoblanadi. Chunki chaqaloqlarning bel va bo'yin mushaklari yaxshi rivojlangan bo'ladi. Bu mushaklar ko'krak qafasini hamda boshni orqaga qarab tortadi. Boshni orqaga tashlab uxlash erkin nafas olishga olib keladi. Bunday uxlash bolalarga yoqadi. Barcha sog'lom bolalar tug'ilganida mushaklarda gipertonus bo'ladi, ya'ni tonusi baland bo'ladi. Misol tariqasida chaqaloqlar qo'l va oyoqlarini har doim bukib olishadi. Bu chaqaloqlardagi bukuvchi mushaklarning tonusi balandligini bildiradi va bu chaqaloq uchun normal holat. Vaqt o'tishi bilan chaqaloq katta bo'lishni boshlagandan keyin tonuslari joyiga kelib, bukuvchi va yozuvchi mushaklar bir xil kuchga ega bo'lib qoladi.